Ona bolani yotgan holatda emizishi mumkin emas. Umuman qarshi ko'rsatma bu. Ona bolani faqatgina 35-45 gradus burchi ostida emizish kerak. Bu bilan ko'p narsalarga erishish mumkin. Birinchidan, oshqozonga kam havo tushganligi uchun, faqat sut mahsulotlari tushganligi uchun oshqozon hajmi kengaymaydi. Bolada qorin og'riqlari kam bo'ladi, qorin dam bo'lishi kam bo'ladi bolada. Bolada qayt qilish jarayoni juda kamayib ketadi buni natijasida, chunki oshqozonga ortiqcha narsa tushmaydi. Bola kam qayt qilganligi uchun yuqori nafas yo'liga va Yevstakiy kanali orqali o'rta quloqga sut mahsulotlari kirib ketmaydi. Bu orqali quloq og'riqlari, yuqori nafas yo'lidagi kasalliklarni oldini olish, oshqozon ichak traktidagi ichak kolikalarni oldini olish ancha yaxshi bo'ladi. Bolalarning quloqlari og'rimasligi, quloqlari yiringlamasligi va aspiratsion pnevmoniya rivojlanmasligi uchun bolani emizayotgan vaqtda to'g'ri emizish kerak. Bolaning boshi har doim tanasidan yuqorida turishi kerak. Bola emayotgan vaqtda burni va iyagi yuqoriga qarab turishi kerak. Burun sohasi esa ona ko'kragi va tanasiga tegishi mumkin emas, chunki bola bemalol erkin nafas olishi kerak. Pastki jag esa bolaning o'zining tanasiga va ona ko'kragiga tegish qat'iyan taqiqlanadi, chunki emish jarayonida pastki jag va til ishtirok etadi. Agar pastki jag harakat cheklanadigan bo'lsa, bola yaxshi ema olmaydi. Bu esa bolaning vazn olishiga to'sqinlik qiladi.